Bu turetskiy pahlavami deb yozishganida o'tgan gal pishirgan bu safar boshqacha ko'rinishda tayyorladim. Fistashkasiz bo'lsa ham juda mazali. Suvga tuxum, tuz, o'simlik yog'i qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin unga qo'shib o'rtacha qattiqlikdagi xamir qorib olamiz. Xamirni salofanga solib 1 soat tindirgani olib qo'yamiz. Ungacha sirupini tayyorlaymiz. Shakar, suv, limon kislotasini 5 daqiqa qaynatib olamiz. Sovutgani olib qo'yamiz. Tingan xamirni bir mushtlab olib, tenga 12 bo'lakka bo'lib olamiz. Zuvalachalik qilib ustini salofan bilan yopib qo'yamiz. Keyin xamirlarga kraxmal bilan ishlov berib, xohlasangiz bittadan, xohlasangiz 4 tadan yoyib olamiz. Xamirimizni kraxmallab, videoda ko'rsatilgandek qilib, yupqa qilib yoyib olamiz. Maydalangan yong'og'imizga shakar qo'shib aralashtirib olamiz. Yong'oqlarni yoyilgan xamir ustiga videoda ko'rsatilgandek qilib sepib olib, shunday qilib o'rab olib, listimizga joylashtirib olamiz. Keyingi xamirimizni yoyib tugmagunimizcha listdagi xamirlarimizni ustini salofan bilan yopib qo'yamiz. Oxirida ustiga eritilgan saryog'imizni quyib, kerakli formada kesib olib, qizib turgan duxovkani 160 gradusida pishirib olamiz. Issig'ida ustiga qiyomimizni quyib olamiz. Xohishga ko'ra bezab, dasturxonga tortamiz.